O'zbekiston fuqarolariga shoshilinch tezkor xabar. Dollarning rasmiy kursi o'zgardi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 27-28 noyabr kuni amalga bo'ladigan qiymati belgilandi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 38 so'mga oshdi va 11.940 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 34 so'mga ko'tarilib, 13.814 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli esa 5 so'mga oshdi va 152.068 so'mni tashkil etdi. Oltinning 1 grammi uchun narx esa 8.400 so'mga tushdi va 1.634.400 so'mni tashkil qildi. TradingView ma'lumotiga ko'ra, bugun 28 noyabr Toshkent vaqti bilan 16:00 holatda Bitcoin kursi 6.845.881 so'mga oshgan va Bitcoinning so'mga nisbati 1.096.223 so'mni etib belgilandi. Eng tezkor xabarlar bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling azizlar.